Dugonam menga sportda yutqazib qo'ygani uchun Moskvadan kelib tuxum baraklarni pishirib berdi. Voy, bu ovqatni tayyorlash muncha qiyin. Men to'g'risi ko'rib qiynalib ketdim. Boshida 5 ta tuxumga 6 qoshiq moy, 6 qoshiq sut soldik. Aniqrog'i dugonam soldi, men qarab turdim. Ichiga ozgincha tuz, ichini masallig'i xuddi shunaqa bo'lib chiqdi. Yaxshilab aralashtirib yubordik. Keyin bir xil massa bo'lguncha biz o'zimizni chuchvoramiz rosa oson ekanda. Bir tonna qilib tugding, yarmini shunday qaynatishga sovurasan, sразу же suzib olamiz. Qanaqa sportdan dugonangiz yutqazib qo'ydi deydigan bo'lsalaringiz, dugonam Moskvada yashaydi, 15 yildan beri. Gosuslugilarini qilolmaganda tekinga qilib berishadi desam ishonmaydi-da. Men aytgan adresga borib, gosuslugi, SNILS, biometriya, sim karta, T-bank, tepa tekinga evaziga bitta sim karta o'zingiz ishlatishingizga olasiz xolos. Sim kartalar tarifi vobshe zo'r. Hozir O'zbekistonga ham bemalol 1 daqiqasi 1 rubldan telefon qilyapti. Petrovskiy, Razumovskiy birinchi vixididan chiqishingiz bilan mana shu targoviy kompleks bor. Katta qilib Parus deb yozilgan. Aynan mana shu eshikdan kiramiz. Moskvadagi yurtdoshlarimizga yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun даже kirish vhodlarini qayerdan qayerga yurishlarini ham ko'rsatyapmiz. Qo'shimcha xizmatlari ham bor. Трудовой договорingizga уведомление qilib berishadi. Hamma dokumentlaringizni переводlarini ham qilib berishadi. Amexis ofisiga kelsangiz, даже sizlarga podarka ham berishadi. Chexol или kошелек, hammasi aziz yurtdoshlarimiz uchun. Bu videoni esa обязательно Moskvadagi tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Og'irini yengil qilgan bo'lasizlar.